Xotinning ishi nima? Bizga zo'r bola tug'ib, zo'r bola tarbiya qilib bersin. Zo'r ovqatlar qilib bersin. O'rgansin 50 xil, 60 xil ovqat. Kiyimlarni zo'r qilib yuvib sasitmasdan zo'r qilib dazmol qilib bersin. Biz uyga kelishimizga yasanib, xurliqo bo'lib bizni kutib olsin. Sas xalat kiyib, o'ziga qaramasdan qiyshayib kutib turmasin. Ko'chada o xurliqoni ko'rib kelsak-ku, xotinimiz uyda qiyshayib sasib yotsa, yoqadimi shu xotin bizga? Bo'ganim shu deydi. Rasvo, sen bo'ganim shu desang nima bo'ladi keyin Yo ko'chada bitta fohishaga ilakishadi. Bermoq, jon bermoqni ko'ylab yuradi, o'zi eriga qaramaydi. Boshqa uylanib olsa, yana ko'ylab yuradi enaga. O'laman, qolaman deb. Qara o'zingga. Eringni parvarish qilib qo'y, zo'r muomala qil, qovog'ingni soma, o'lyasan ham tirjayib tur eringga. Xo'p degin, boshingni ek. Kim gapiradi bularga?